100 ming dollarga shu uchastkamiz sotiladi. 370 kvadrat metr binosi bor, 8 ta xonasi bor, 3 ta sanuzul hojatxona, podvali. Uyimizning ichkarisiga siz bilan kiradigan bo'lsa, xonalarimiz katta-katta. Xohlasangiz mehmonxona, xohlasangiz yotoqxona, elektrika, santexnika, topli pul ishlari bitgan. Faqat malarka ishlari qolgan. Uguloyda joylashgan. Sanuzul hojatxonalari ham alohida, oshxonasi ham kattagina. Oshxonaga tashqaridan ham eshigi bor. Ikkinchi qavatga siz bilan ko'tariladigan bo'lsa, ikkinchi qavatda ham 4 ta xonasi bor. Hammasi katta-katta. Okamlar o'zlari yashash uchun qurgan ekanlar. Hozirgi kunda ayrim sabablarga ko'ra pul zarur bo'lgani uchun o'zlariga aylangan narxdan ham arzonga berib yuborishga tayyorlar. Agar oka shu uchastkamiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying. Toshkentga yaqin atrofdan kattaroq tayyor uchastka qidirib yurgan yaqinlaringiz bor. Shu insonlarga videoni yuborib qo'ying. 100 ming dollarga oka bunaqa uchastka hozirgi kunda bermayapti. Manzilga keladigan bo'lsa, Toshkent viloyati Zangati tumani, Bo'zsuv mahallasi. Betonkadan 8 metr kirganingizda kanalga yetmasdan 10 qo'ldagi yaxshi mahallada joylashgan. Narxiga arziydigan uchastkalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.